Assalomu alaykum Qo'qon optim kuzatuvchilar. Bugun Qo'qon bozorimizdamiz. Futbolka yoqali, yoqasiz futbolkalarni narxlarini bilamiz. Mana yaktaklar bor ekan. Aka, bular kimdan ekan? Necha pul ekan bular aka? Markiza 14 mi? Markiza bu. Ha. 5 ta rangi bor. 5 ta? 5 ta 6 ta rangi chiqadi. Bunisi-chi mana yangi uzun. Bu bambuk. Bambuk a? 14 mi? Bular-chi? Ular shavya 14 mi? 14 ming lapsa. Bular-chi mana ular? Kattasi 12 mi? Bular 12 ming a? Ham ranglari bor. Bular-chi? Bular ham shundanmi? Ha. Yoqalilar-chi aka? Yuqorilar 22 ming. Avtolo 28 mingligi bor. Materiali ham. Nima material aka ular? Zakat. Zakatda. Bular-chi? Bu 15 ming lakoslar. 28 ming narisi 26 ming. Yerikan. Bu yashtagisi-chi aka? Yerikan. Nechigacha bo'ladi buni razmeri? Yeriga 860. Mana shu o'rta rasmi. Aka o'zi chiqarasa bular? Shunaqa ishlab chiqaramiz. Sexdan ham olib kelamiz. Shunaqa. Ha, do'konda turasa mana. O'qtin Xitoy paypoq tursuklari mana. Chetda sotadi. Telefon nomerini aytib qo'yingmi bo'lmasa? 90lik, 90lik 324, 324 78, 97. 78 97 ana shu raqamga chiqaverasizlar. Aka kanaldan chiqdik desak, kelishtirib berasa yana ham. Bo'ldi.